Farzandingiz Prezident maktabi imtihoniga qay darajada tayyor? Farzandingizning haqiqiy bilim darajasini bilmoqchimisiz? Unda sizni 24-may kuni soat 9:00 da bo'lib o'tadigan 3 va 4-sinflar uchun o'tkaziladigan bepul sinov imtihonimizga taklif qilamiz. Imtihon davomida farzandingiz haqiqiy Prezident maktabi atmosferasini ko'radi. O'qituvchilar tomonidan professional nazorat va tahlil bo'lib o'tadi. Farzandingizning kuchli va sust tomonlari aniqlab beriladi. Imtihondan keyin sizga farzandingiz qaysi darajada ekanligi, Prezident maktabi kirish imtihoniga tayyormi yoki yo'qligi, qaysi ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish imkoniyati yuqori ekanligi va nimalarni kuchaytirish kerakligi haqida batafsil analiz qilib beriladi. Hujjat topshirish jarayonlarida ham sizga amaliy yordam ko'rsatamiz. Ro'yxatdan o'tish 23-may sanasigacha. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Intellektual Progress School xususiy maktabi.